Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rishib turganimdan baquvvatda xursandman. Yana sizlar bilan Bek Avto. Bugungi mehmonimiz Nexia 2 mashinasi. Ko'rib turganlaringdek oldidan betonkani urib olgan. Ko'rib turganlaringdek kapot, oldi bamper, far, o'ng tomon krillo anchagina g'ijim bo'lgan. Zo'r udar bo'lgan, moshni udar bo'lgan. Urib olgan betonkani. Farlari ham titilib ketgan. Lupas qopti lekin. Shivillerlar almashadi. Shivillerlar ham kirgan ichkariga. Oldi Lanjironi ravsham ichkariga g'ijim bo'lib shuni tozalab ichkariga kirgizib qo'yibdi. Ko'rib turganlaringda bu tomonga ancha zarar bo'lgan, nariga qarab tortgan. Oldidan udar bo'lganga bilsalaring, oldi baribir nariga qarab ketib qoladi mashinada. Mana zazolari katta o'chirib ketgan. O'shan nasib bo'lsa bugun to'g'rilab, chiroyli qilib tekislab berishimiz kerak, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringlar eshikda ham kirisha bukilgan. Oldidan udar bo'lganga kirisha qisilish hisobida eshik уже ichkariga kirgan ancha. Tepa kirishasi bukilgan. Zazorlari ham qisilib ketgan, bir-birining ustiga chiqqan. Ko'rib turganlaringdek past ochiq, tepa yopiq. Bu tepa ichkari kirish hisobidan Lanjiron ichkari kiradi. O'shaning hisobidan eshikka zazor bo'lmaydi. Ko'rib turganlaringdek stapel ustiga chiqaramiz. Inshaalloh endi boshlaymiz, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek stapel ustiga chiqarib oldik. Endi boshlaymiz. Boshladik unda. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek tutib oldik. Hamma joyini yechib, go'li qilib oldik. Endi tortishni boshlaymiz, xudo xolasa. Birinchi mana ko'rib turganlaringda Lanjironni tortib olmasak, mana ko'rib turibsizlar, silishkim ichkari kirgan. Padushkani joyigacha borgan, bukilib. Mana padushkasi, mana Lanjiron ancha kirgan. Qanunda tortishni boshladik. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringga tortib to'g'rilab bo'ldik. Hammasini qo'ydik. Mana joylashishi. Krillo, kapot,
far, bufer hamma narsani qo'ydik. Zazorlarni ko'rib turganlaringdek yomon emas, normalniy zazor. Kami yo'q. Hammasi zakonni qisilib ichkariga joylashib, chotki bo'lgan zazorlar kam. Eshik bilan kirloni zazori yomon emas. Oldi mana chap tomon farasi. Qulog'i singan edi, qulog'ini o'zini payatib qo'ydik. Bu ham zazori normalniy. Mana kapot bilan kirloniki. Bu ham zazori normalniy. Ko'rib turganlaringda bu farda tagi zazor emas u. Ana narsa qo'ygan, o'shaning hisobidan ko'rib turganlaringda farda o'zi turibdi. Zazor deb o'ylamanglar, zazor emas u. Mana chap tomon kirlosi, bu ham joylashdi, zakonni joylashdi. Inshaalloh endi kapotlarga gruntovka sepib qo'yibmiz. Kapot kirlosiga endi birdaniga kraska sepsak bo'ladi. Bitta tayyorlaymiz-da, kraska sepib ko'ramiz. Xudo xolasa, endi yechamiz qaytarib hammasini. Mana ichki tomoni lanjron va chiqqani ko'rib turganlaringdek. Agar o'xshagan bo'lsa, klass bosib qo'yasizlar. Beayb parvardigor. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Baribir zavod qilib bo'lmaydi. Zavod qilish qiyin. Ancha qiyin. Iloji boricha o'xshatishga harakat qilamiz. Iloji boricha chiroyli chiqarishga harakat qilamiz. Mana chap tomoni, mana bu o'ng tomoni. Hammasi bufer, bolt, hamma narsa zakonni joylashgan tep-tekis. Mana shivillari qo'qon shivillar, shivillar normalniy shivillar emas, yupqa silishgan yupqa. Iloji boricha mashinalarga original qo'yishga harakat qilinglar. Bu aslida oldini ushlaydigan shivillar mana shu narsasi. Iloji boricha original qo'ysalaring yaxshi. Bu qo'qonniki. Oldi siltildi ham o'zini qildik, o'zini to'g'irladik. Bukilib ketgan edi lanjron, ko'rgan bo'lsalaring, bu ham to'g'ri bo'ldi. Sepishni boshladik, inshaalloh nasib bo'lsa endi kraskani sepamiz. Mana bu lanjronlarni ham tayyorlab bo'ldik. Endi nasib bo'lsa kraskani sepib talaymiz. Oldi krello, kapot, mana lanjironi usul tiliga kraska sepamiz. Inshaalloh nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Kuzatishda davom eting. Inshaalloh oxiri chiroyli bo'ladi. Kraskamizni sepib bo'lsak, bitta payrovka qilib egasiga topshiramiz. Mana do'stlar, kapotimiz ham tayyor. Gruntovka sepib qo'ygandik. Tayyor turibdi. Endi kraska sepamiz. Mana do'stlar, kirlomiz kraska sepildi. Mana do'stlar, mashinani terib oldik. Xudo xolasa endi bitta payrovka qilamiz. Egasiga topshiramiz. Payrovka qilib bo'lgandan keyin tomosha qilasizlar. Xudo xolasa hammasi zakonni joylashgan. Hech qanaqa kami yo'q. Yana beayb parvardigor. Mana do'stlar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana oldini zazorlari. Abilsovka ham lekin o'zini abilsovkasi almashmadi, uni o'zini qo'ydik. Krilo kapot zazorlari normalniy. Katta emas, normalniy chiqqan. Mana oldi chap tomon zazori. Eshik bilan kriloni zazori. Mana bu o'rta zazor. Tekib o'tgan edi, ko'rgan bo'lsalaring, bir-birini ustiga chiqqan edi. Tortilganga mana o'zi to'g'ri bo'ldi. Hech qanaqa udar-budar nimasi yo'q. Zakonni mana yopib ochilishlari hammasi zo'r. Kam yo'q. Oldin tortganga zakonni chiqib keldi o'zi. Kapotimiz payrovka ham bo'ldi, tayyor mashin. Mana usul tillari
kraska bo'ldi hammasi. Bir tomon kraska bo'ldi, shu urilgan tomon, bu tomonga o'tkazmadik. Radnoy mashina edi o'sha uchun. Yopilishlari za normalmi. Yomon emas. Mana krilo nimani faralarda zazori yog'inman. Hammasi zakonli joylashgan. Abrizovkamiz va singan bu. Singan endi iloji yo'q. Endi o'zini qo'yib qo'ydik. Nima deymiz endi? Majburlab bo'lmaydi egasini. Mana chap tomon fara. Bu mana ichidagi aytganimdek farani o'zi. Sizlar bilan Bek avto bo'ldi. Ko'rishib turganimdan baquvvatdan xursandman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tez orada yana ko'rishamiz, xudo xolasa.